Assalomu alaykum, qadrli YouTube muxlislari, qadrli obunachilarim. Mana endi ko'rib turgan kanalim mehmonlari. Bugungi yangiligimiz, xudo xolasa harakat qilaman. Bugun kechga yo ertaga ertalab yaxshi video chiqaramiz. Namanganga borib kelgan videomiz bor. Yapon manjur video olganmiz. Mana shu to'g'risida kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. O'sha o'zlarining nomerlarini qo'yib qo'yganman. Hozir montaj jarayonlarida ketyapti. Endi o'zingiz tomonidan qachon video chiqarasiz degan savollar ko'p bo'lyapti. Telefon qilib so'rashadi. Endi men tomonda ozgina nimalar bo'lyapti, nima deydi? Ozgina problemalar bor, muammolar bor. O'shanga chiqara olmay turibman. To'g'risi oilaviy muammolar. Onam sog'liqlari bo'yicha ozgina yugur qilib yuribman. Shunga ko'ngilga hech narsa sig'mayapti endi. Nima deydi? Xudo xolasa ani motivatsiya etmayapti. O'shanga sizlardan so'rab qolaman, onam haqqilariga bir duo qilib qo'yinglar, sog'ayib ketsinlar. Inshaalloh. Undan keyin yana videolarni chiqaraveramiz. Bedanalarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa chiqaverasizlar aloqaga. Muammo yo'q u bedanadan, bedana tuxumi, go'shi. Faqat ozgina motivatsiya etmayapti. Shu onamning sog'liqlariga duo qilib qo'yinglar. Joninglar sog' bo'lsin, omon bo'linglar.